Aka men uning bilan ajrashib ketaymikin deyman. Ajrashib ket. To'g'ri o'ylabsan. Aniq bo'ldi, putdimi? Putay deb qoldi. Ma'qul, tezroq putirib o'tgan, ma'qul. Sanla meni qo'llaysanmi, aka? Qo'llamasam bo'lamdi. Sen mening bir talla singlim tursan. Xo'jayin, yaxshimi? Bu yerga Xolgoxonning adresi xato yozilib qopti. Qanday yozamiz? Buning adresini tushunishliroq qilib, Qashqar shahri Bag'ilchi kentining qishiga joylashgan Oshiqim qo'yish tuxan samovar taomlar shaharchisi deb yozsanglar bo'ladi. Bo'ladi. Undaqda o'rin zakaz qilish telefon nomeri-chi? 28 23 3dan 9 deysanglar. Bo'ladi. Men azroq materiallar bor deb berib bekal olay. Qolganini sen balani yaxshi o'rinlashtir, ma'qulmi? Ma'qul. Aras, O'shkinjani 31-kuni yangi yilni bizning Xolgoxon o'tkazamiz. Tayyorlikni puxta qilinglar. Bo'ladi. Abdulkimka, men pulni o'rvatdim hamsa. Unutib qolmay materialni vaqtida yetkazib beranglar, ma'qulmi? Ma'qul. Bo'ladi. Ma'qul hamsa, ma'qul. Voy, aka, yaxshimi? Bu yerda yuraysizlar-ku? Bu yerda yurmay, nada yursak bo'ladi. Biz ajrashib ketaylik. Ne bo'ldi? Tuyuqsizlar. Men bir ishni xato qilmagandimmi? Hozir Xolgoxonga mangdingiz. Oldingi qaytim u bu yana ichib baqdingiz, bir ishni ish qilamadingiz ya. Siz kechda uyga kelmaysiz. İşleriniz bek aldırış sizning. Meni bilmaydi deb qoldingizmi? Siz bilsam shu mehnat qizbonning qo'ynidan chiqolmay yurayotgansiz. Shunga ajrashib ketaylik. Unaqa emas. Men birinchi kuniga ulgurtib, ichish murosim qilaman deb shunga aldashib qoldim. Aka, siz gap qilma bu. Sizlar ajrashib ketinglar. Men bu to'yga azaldan qo'shilmaydi. Sen azaldan mening sonimga mos kelmaysan. Buni mening yana qayta deyishimning faqat hojati yo'q deb o'ylayman. Biz shunchalik tezda singlimi beqib cho'ng qilgan. Ammo uni sana berishimizga sabab uni xorlashing emas, balki uni azizlashing uchun edi. Aka, sizlar meni xato tushunib qoldinglar. Undaq ish yo'q. Men O'shkinjaniki 31-kuni xaridorlarga yangi yil o'tkazib beraman deb shunga oldirajib qo'yapman, aka. Unda xato qilsalar bo'lmaydi. Men ishlarimni izil silolay deb shunga oldirajib qo'yapman, aka. Men faqat shu oilamizning baxti uchun mushtaq tirishayapman, aka. Bu gaplar faqatla bo'lmadi. Mening bu pul ishlarim, bu tirishishlerim hargizmi o'zimni o'yin tomosasi uchun emas. Shundoq bir kunlar kelib, oilamizda birozlik pul lozim bo'lgan chog'da haqni oldida bo'yin qisib qolmaydi deb o'taman. Sizlar meni xato qilsangiz yo'q. Sizlar ajrashib ketishinglar kerak. Chunki men singlimni qo'llayman. Men singlimning baxti uchun sizlarni ajrashtirib o'taman. Aranglardagi balani qanday qilaman deb o'ylayman. Sen o balani yetim qilishing kerak. Balang yetimlik ko'tisi cho'ng bo'lishi kerak. Chunki sening balang shundoq bo'lishga haq. Shuningcha sizlar ajrashib ketinglar. Cemiyetimizde ajrashib ketmaganlar son-sanoqsiz. Shunsalarmi bir balani yetim qilib qo'ysanglar nima bo'pti? Amaliyotda sening oilang, turmushing deb tirishqaningning o'zi bir xatolik. Asl sening ota-onaning turmushing, atrofdagi sen sevganlar uchun yashashingning o'zi bir xatolik. Shunlashqa sening hozir kech qilganlaringning hammasi xato. Shun sen sonunda ajrashishing kerak. Shundaqmi sen? Bu nimaligining aka gapingni tushunamadim-ku men. Qarasan, sen bir ona bo'lding. Sen hozir kichik emas. Ana degan shundoq bir aziz insonki, bolasini yetim qilmaslik uchun har qanday badalni to'lashga rozi. Sening yo'ldoshing sana nima qildi? O seni boshqaning oldida yaqirtib qo'ymaslik uchun tirishayotdi xolos. O mushundoq tirishayotgan vaqtida sening uningdan ayrilishing emas, uningga teg'im ko'proq amra bo'lsa kerak. Esingda ching tut. Uni tushunishing kerak, qo'llashing kerak. Men ortiq gap qilmay, ko'nglimga faqat azarvagim yo'q. Va kech qolmay uyga qaytinglar. Men bo'ldi. So'zdim. Ba'zi bir qarindoshlar o'zining qarindoshi nodonlik qilib ajrashiman desa, uni qo'llaydiganlar bor.
ular qaraganda men ming baxtlik. Sizning akangiz. U bir aka emas, sizga dada bo'ladigan inson u. Shu esingizda bo'lsa, ajrashish hargizmi masalani hal qilolmaydi. Mening o'ylaydiganim bir kunlarda menga ishondiganlar. Menga muhtoj bo'lgan joyda men o'zimni qochirishdan baq qo'rqaman. Sizni boshqalarning oldida yer qartishdan teg'im qo'rqaman. Shunga bektirishyapman. Endi hargiz ajrashish to'g'ri gap qilma, ma'qulmi? Meni kechir. Kechirim so'rama, ha? Yur, men sizga bugun bir kun amra bo'lay, ha? Endi ko'ngilsiz ishlar deyishmaydi, ha? Dunyoda topilmas sen kabi sevgi elchisi